Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Qanaqasiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Keling. Ilhom, aytsangiz kelsin. Yaxshimisiz? Keldingizlarmi? Charchamasdan. O'zingiz yaxshimisiz? Ishdagi hamma Sog'misiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Allohga shukr. Ha, zo'r. Qancha bo'lgan endi bu qand Elizabetga? 1,5 yil, 2 yil bo'lyapti-da. 1,5 2 yil. Necha yoshga kirdingiz? 54 ga. 54 ga. Ko'rinishingizdan yosh ko'rinasiz. Shu dorilarga sababda ana shu meni nima qildi. Nimadan keyin qand Elizabet bo'ldingiz? Endi men onam tarafdan ham bor, dadam tarafdan ham, onam Genda ham. bor. Ha, shu kasal bilan yosh o'lib ketdilar. Qachon Qani bo'lgansiz? hozir bo'lsa agar bo'lsalar edi, shu dori bilan tabobat qilardimmi? Endi shu birinchisi 14 edi. Nimadan keyin bilib qolgansiz? Shu men onkologический bo'lganman 2018 yil. Keyin shu har 3 oyda, har 6 oyda doktordan o'taman. Shunga chiqdi 14. Birinchi sahrsan deganda qanaqa tushuncha bo'ldi o'zingizda? Hay, endi genimizda bor edi-ku, taqdirimga tan berdim. Hay, Allohga shukr, yaxshi hozir. Hozir yaxshi, ha. Birinchi 14 chiqqan dedingiz, a? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 14 chiqqan edi, keyin shu bilan nima qildim? Dori berdik. Birinchi dori berdi. Birinchi dori, ha. U yordam bermadi. U men tashni nima faqat qusib nima bo'ldi. Keyin doktorga aytdim, yana kichkina doricha. Shu sizlarning reklamalaringizni ko'rdim-u, avval ishonmadim. Boshida ishonmadim. Dedim, hammasi nima. Keyin aktyorlar, aktrisalarni ko'rdim. Ha, kel dedim, bir olib ichadi. Yo, mana olib ichdim, 7 oy, 8 oy bo'lyapti. Allohga shukr. Yaxshimi? Birinchi olganingizda, o'zi ichib ko'rganingizda qanchada ta'sir qildi? Shu boshida o'sha nima bo'lgan. Sirasi ta'sir qildi. Chanqardim, nima bo'lardim, shu bilan chanqardim ham qoldi. Dieta qilasizmi? Dieta bo'pshim qilmayman, dori ham ichmayman, faqat ana shu sizlarning dorilaringiz bilan tasdan ovqatlanganmisiz hozir? Ha. Qanaqa dori ichasiz hozirgi holatda? Hech nima. Faqat shu sizlarning dorilaringizni ichaman bo'ldi. Hech nima dieta ham qilmayman, to'ylarga ham hamma narsani yeyman. 8-7 yarim hozir уже 6-3 chiqdi sahringiz. Zo'r, Allohga shukr mana. Ovqatdan keyin bu zo'r natijada. Hech nimani dieta qilmayman. Hammani kofe ham ichaman, navot bilan ichaman temboley. Mana o'zim qovunni joni dilim yeyman. Yeysiz. Shu bu reklama emas, lekin gapni to'g'risida hozir aytibman-ku, rahmatli onam bo'lsalar olib berardi. Hammaga qayerda borsam odamlarga tavsiya qilamanki, olib ichinglar deb. Hammaga. Boshida o'zingizga qanaqa ishonch bilan oldingiz? Men aytdim-ku, shu aktyor, aktrisalarni ko'rdim-u, eng og'ir kasal o'layotgan odam daji shu bilan tirilib nima bo'lgan ekan-ku, o'sha kishini ko'rdim-u, ishondim. Haqiqatan ham ishonchim oqladi. Rahmat, shu dorini chiqargan ichganingizdan keyin qanaqa o'zgarish bo'ldi organizmingizda? Ancha masalan, sahringiz tushishdan tashqari. Men 106 kilo edim, hozir 86 kilo bo'ldim. Hammasi yaxshi, aytibman-ku, fitnesga ham hech nima oldin fitnesga borardim, nima yordam bermas edi. Mana shu dori, o'sha uchun postoyanno sizni ko'rsam sirazu nima like qo'yaman, rahmat deyman, bilmayman o'qiysizmi yo'qmi reklamalaringizni. Bu reklama qilmayman, lekin hammaga tavsiya qilaman, shuni olib ichsin. Kim bilmasa, buni tolqa nima, mana oyoqlarim og'rirdi, tizzalarim, hozir Allohga shukr hech qayerim og'rimaydi. Uyqularingiz ham yaxshi? Uyqum ham yaxshi, oyog'im ham og'rimaydi. Ot deyman desamda ilab oxirgi dorisiz, dietasiz, sahardan qutulishning iloji bor ekan. Bor, ha. Shu dorini chiqarganga sizlarga kattakon rahmat, minnatdorman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Aytganingiz, ko'rinishingiz yaxshi. Ha, yaxshi, rahmat. Ovqatdan keyingi sahringiz 6 bo'lsa, unda sizniki aytibman-ku, mana o'zim ham yaxshi ko'raman, qovunni ham yaxshi ko'raman. Hamma urishadiki, yemasansa, endi ammam ham borlarda, hozir 70 nechiga kirgan, yema, ko'p yema. Demanki, yo'q, shu dorini ichyapman, siz ham iching, lekin men aytdim, dieta hech nima qilmayapman. Hammasi yaxshi. Allohga shukr. Xudoga shukr. Shunchalik bo'libsiz. Xudoga shukr. Endi sekin-sekin hamma ham shifo topsin sizlarning nimalaringiz, orqalaringizdan.
Rahmat xohlasa. kattakon. Bundan ham yaxshi Ha. bo'lib ketish nasib qilsin. Amin. Iloyim. Yaxshi bo'lib qolsin. Rahmat sizga ham katta vaqtingizni rahmat ajratganingiz yo'q, uchun. nabarat man sizlardan Zahringiz minnatdorman. zo'r, sizga ham rahmat. Bir ikkitalari nima qildilar, telefon qildilarki 150 mingdan nima yo'qmi dedim, faqat shulardan olaman. Men puliga qiziqmayman. Ha, unaqa deb telefon qilishdim. Ha. Ko'p o'zi shunaqa Ko'p o'zi paydo shunaqa bo'ldi, men shunga chiqqan. video ham chiqarib yubordim. Men aytdim, yo'q, men faqat shu nimalardan olaman dedim, boshqa hech kimdan olmayman. Rahmat, sizlarga shukur. Xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'lib Sizlar, keting. Sahardan inshaalloh. chiqib ketganingizni ko'rish nasib qilsin. Iloyim. Toshkentga borganda albatta Obязательно ofisga kirib o'ting. kiraman. Aha. Rahmat sizga ham. Xush kelibsizlar, Xudo xohlasa ketamiz. mayli. Xush kelibsizlar. Alloh, aytganingiz Rahmat. kelsin. Rahmat sizga ham Sizga ham kattakon.